Mana Sodiq Schoolda uzoq kutilgan hayajonli kun ham keldi. Katta kirish imtihoni. Bugun 600 ga yaqin o'quvchilar o'z bilimini sinovdan o'tkazish maqsadida Sodiq School Labzak filialida yig'ilishdi. Matematika, ingliz tili, tanqidiy fikrlash. O'quvchilar mana shu 3 ta muhim yo'nalishda bugun o'z bilim va salohiyatini ko'rsatishdi. Bu kirish imtihonimiz yakunlandi, lekin biz uchun hammasi endi boshlanyapti. Biz shunchaki ballarni e'lon qilib to'xtab qolmaymiz. Har bir nomzod uchun alohida diagnostik tahlil tayyorlanadi. Farzandingiz qaysi mavzularda kuchli, qaysi mavzularda o'zini ustida ishlashi kerak, barchasini ipidan ignasigacha ko'rsatib beramiz. Chunki imtihon natijalari bu faqat qog'ozlardagi raqamlar xolos. Haqiqiy rivojlanish esa mana shu tahlildan keyin boshlanadi. Farzandingizning imtihon natijalari va chuqur tahliliy hisobotini yaqin kunlarda Sodiq School veb sayti orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.